Sabrning mevasi. Ibratli va hayotiy hikoya. Kunlarning birida 11 yoshga to'lgan bolani qorni ochib, onasiga "Oyi, qornim ochdi" dedi. Onasi esa ko'zlari ma'yus qoldi. Nima deyishni bilmay o'g'liga "Bolam, uyda non qolmadi. O'rada sabzi bor, shuni olib yeya qol" dedi. O'g'il sabzini olib yerkan, ko'zi onasiga tushdi. Ona mungli chehrasidan ko'z yoshlarini artib, unsiz yig'lardi. Bola uchun och qolish odatiy hol edi. Gohida 2 kundan bir dona tuxum bilan qorin to'ydirgan kunlari ham bo'lgan. Bola 4 yoshga ham to'lmayin hayotni beshafqat hukmiga bo'ysunishga majbur edi. Otasi ayni 33 yoshida bu yorug' olamni tark etgandi. Bechora ona kunduzlari dalada ishlar, kechalari esa belbog' kashta tikib ro'zg'orini tebratardi. Bola doim o'rtoqlarga havas qilardi. Chunki o'rtoqlarini dadasi bor edi. U bo'lsa doim dadasini sog'inib yig'lardi. Bir kuni sinfdoshining uyiga bordi. Kechgacha birga o'ynashdi. Sinfdoshining uyidagilar kechki ovqatga chaqirishganida bola indamay darvoza sari yo'l oldi. Lekin o'rtog'ining onasi Aziza opa bolani ham dasturxonga chaqirib, unga non ovqat berdi. Bola bo'lsa Aziza opaga qarab, "Maylimi, ovqatimni uyga olib ketsam? Uyda yegani hech narsamiz yo'q. Oyim 2 opam va singlim och qolishgan" dedi. Aziza opa "Xo'p" deb bir dona non va bir kosa ovqatni bolaga berdi-da, "Onangga salom ayt" dedi. Bola xursand bo'lganicha uyga shoshildi. Onasiga bularni Aziza opa berganini aytdi. 4 farzand bor, bir kosa ovqatni birga ichishardi. Ona bo'lsa "Meni qornim to'q" deb bolalarini aldadi. Bola ham ovqatlanishdan to'xtadi-da, onasiga qaradi. Onasining ko'zlari ma'yus g'amgin edi. Bola bir bo'lak nonni oldi-da, shimini cho'ntagiga soldi. Opalari singlisi uxlagandan so'ng o'rnidan turib cho'ntagidagi nonni onasiga berdi-da, "Oling oyi, och qolmang. Siz och qolsangiz kasal bo'lib qolasiz. Siz ham dadamga o'xshab o'lib qolsangiz biz nima qilamiz" deb yig'lab yubordi. Ona o'g'lini bag'riga bosgancha unsiz yig'lardi. Oradan yillar o'tdi. O'g'il astoydil o'qidi, ishga kirdi. Endi onani yegani oldida, yemagani ketida edi. Yillar davomida qilgan mehnatini, rohatini ko'rib, yashash baxtiga muyassar bo'lgan ona har doim farzandlarini ardog'ida yashayapti. Ilohim har bir ota-onaga farzandlari ardog'ida bo'lishlik nasib qilsin.